sen sevsang u seni sevmayotgan biri bo'lsa, uni bir marta ko'rish uchun uyqusiz tentirab yurgan bo'lsang, keyin bu holingni chin do'stlaringga aytib yig'layotgan bo'lsang, oramizda qolsin-u do'stim, bu ham yaxshi narsa. Ammo sevgilingda bo'lmagan bir narsani o'zingda ko'tarib yurishga chidolmay, uni uzib tashlay olish, ana do'stim, faqat mana shugina chin muhabbatdir. O'zingda bor narsani sevgilingda bo'lmagani uchun uni yulib tashlash, ko'tarib yurishga qiynalish chin muhabbat.